Afg'oniston urushlar, siyosiy beqarorlik va og'ir taqdir sinovlariga qaramay, bu zaminda asrlar davomida o'z tili, madaniyati va an'analarini saqlab kelayotgan millatlar bor. Shulardan biri Afg'oniston o'zbeklari. Mutaxassislarning aytishlaricha, Afg'onistondagi o'zbeklar asosan mamlakatning shimoliy hududlarida Juzjon, Balx, Faryab va Samangon viloyatlarida yashaydi. Bu xalq nafaqat o'z milliyligini saqlab qoldi, balki buyuk ajdodlar merosini ham asrab kelmoqda. Alisher Navoiy qayerda tug'ilib, qayerda vafot etgan bilasizmi? Alisher Navoiy 1441-yil Hirotda tug'ilib, Hirotda vafot etgan. Bu yerda o'zbeklar ko'pmi, nima deb o'ylaysiz Afg'onistonda? Afg'onistonda o'zbeklar ko'p. Bilishimizcha 3 milliondan ortiqroq. Ayrim manbalarda 10 millionga yaqin deb aytiladi. Qayerda ko'p Afg'onistonni o'zbeklar? Shimolida ko'proqdir. Shimolida ko'p. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Buyuk mutafakkir va shoir Alisher Navoiy 1441-yilda Afg'onistonning Hirot shahrida tavallud topgan. Hirot o'sha davrda Temuriylar davlatining eng yirik madaniy markazlaridan biri edi. Bugun ham Hirotda Alisher Navoiyning maqbarasi saqlanib qolgan. Navoiy nafaqat o'zbek adabiyoti, balki butun turkiy dunyo ma'naviyatining buyuk timsollaridan biri hisoblanadi. Afg'oniston va O'zbekiston o'zbeklarini nima birlashtiradi? Avvalo bizni til bog'lab turadi. Bizni ya'ni o'sha o'zbek tilimiz. Aksariyat u yerdagi aholi boshqa shevalarda gaplashsa-da, lekin umumiy tilimiz bitta va mana shu o'zbek tili bizni birlashtirib turadi. Yana ikkinchisi tariximiz. Bizni umumiy tariximiz bor. Ya'ni o'sha Amir Temur davridan boshlangan yoki undan ham avvalroq boshlangan tarix bizni bog'lab turadi. Yana shu bilan birga urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz o'xshash. Bundan tashqari din bizni birlashtirib turadi. Ya'ni bilamizki, u yerda ham aksariyat aholi islom diniga e'tiqod qiladi. Bundan tashqari hozirgi kunda ayniqsa o'sha transport, iqtisodiyot bilan bog'liq turli xil hamkorliklar, logistika ham yaxshigina yo'lga qo'yilganini ko'rishimiz mumkin. Va juda ham ko'p bu jihatlarni sanash, nima deydi, sanayversak vaqt yetmaydi. Juda ham ko'p bizni umumlashtirib turuvchi, bog'lab turuvchi. Bundan tashqari yana qarindosh urug'chilik aloqalari ham bor. Ya'ni o'sha chegaralarda ham ko'plab o'sha bir-biriga qarindosh bo'lgan aholilarni ham uchratishimiz mumkin. Afg'onistondagi o'zbeklar ko'p yillardan beri og'ir sharoitlarda yashab kelmoqda. Ammo ular milliy an'analarni yo'qotmagan. Ayniqsa Mozori Sharif va Shibirg'on shaharlarida o'zbek tili, musiqa va milliy urf-odatlari hanuz yashab kelmoqda. Afg'onistonda o'zbeklar yashashini bilarmidingiz? Ha, bilardim. Oldindan, misol uchun, tarix kitobidan o'qiganman. Amudaryoni janubida 2-3 millionga yaqin afg'onistonliklar yashagan deb o'qiganman. Yaqinlarim o'tga turizm uchun borib keldi. Afg'onistonga biznes uchun borib keldi. Ko'rib kelishdi, juda yoqdi ularga. Bu mehmonxonaga afg'onistonlik o'zbeklar kelib turadimi? Afg'onistonlik o'zbeklar kelib turishadi. Uncha ko'p emas oldindagi, lekin hozir oxirgi payt ko'payib qolgan. Afg'onistonlik o'zbeklar haqida nimalar eshitgansiz yana? Afg'onistonlik o'zbeklar haqida eshitganmanki, ular O'zbekistondagi o'zbeklardan ko'ra alifbosi arab tilida qolgan. Tili juda toza o'zbek tilida gapirishadi. Hech qanaqa chet el so'zlarini qo'shishmaydi o'zbek tiliga. Shuni bilaman. Demak, bizdan yaxshiroq gapiradi demoqchimisiz, to'g'risi? Ha, ancha o'zbek tili ularda sof bo'ladi. Ancha toza gapirishadi. Zaboni juda chiroyli. Rahmat, sog' bo'ling. Afg'oniston o'zbeklari mavzusi ko'p yoritilmaydi. Aslida bu xalq Markaziy Osiyoning ajralmas qismidir. Ular tarixi ham, madaniyat ham bizga juda yaqin. Til millatni saqlab qoladimi? Albatta saqlab qola oladi.
Bunga misol qilib bir narsani aytish mumkinki, til bor ekanki, millat bor. Ya'ni millat bo'lishi uchun albatta til bo'lishi kerak. Agar o'sha millatni, o'sha xalqni tili bo'lmasa qanday so'zlashadi ular? Alisher Navoiyni ta'siri bormi shu yerda? Albatta. Mana biz agar tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, Alisher Navoiyni davriga agar nazar tashlaydigan bo'lsak, Alisher Navoiyni barcha asarlari turkiy tilda yozilgan. Aynan mana shu turkiy tilni hozirgi kunda hamma ham bilavermaydi, ya'ni tushuna olmaydi. Navoiyning asarlarini tushunish uchun esa turkiy tilni bilish kerak. Ya'ni o'zimizni o'zbek tilini, ya'ni hozirgi kundagi emas, aynan o'sha davrdagi turkiy tilni bilish kerak. Mana uzoqqa bormaylik, Afg'onistonni oladigan bo'lsak, mani nazarimda Afg'onistondagilar o'zbek tilini juda sof gapiradi. Nima deb o'ylaysiz? Ular saqlab qolganda tilini, to'g'rimi? Albatta, mana aynan chegaradosh bo'lgan Afg'onistondagi o'zbeklarni agar misol qilib oladigan bo'lsak, ularni tili juda ham bir chiroyli, sof chiqadi. Ya'ni ular aynan o'zbek tilida so'zlashishini o'zi ular uchun qandaydir tilga nisbatan, eliga nisbatan, xalqimizga nisbatan hurmat hisoblanadi. Odam maza qiladi, eshitsa. Albatta. To'g'ri, afg'on tilini deylik yoki fors tillarini ohangi bor. Ya'ni biz oddiy qilib aytganda aksent deymiz. Hidi kelib turadi. Hidi ohangi kelib turadi, lekin juda chiroyli chiqadi. Mana shunday olib qaraydigan bo'lsak, bunday misollarni juda ham ko'plab keltirishimiz mumkin. Va oxir oqibat bizda nima kelib chiqadi? Bekorga xalqimiz tilga e'tibor, eliga e'tibor degan so'zni aytmagan va har bitta insonni, nafaqat u tilshunos yoki adabiyotshunos bo'lsin, tilga e'tibor, qadr-qimmatini bilish, uni yuksaltirish har birimizni burchimiz deb hisoblanadi. Rahmat. Chegaralar millatlarni ajratishi mumkin, ammo til, tarix va madaniyat xalqlarni birlashtirib turadi. Afg'onistondagi o'zbeklar bugun ham o'zligini saqlab kelmoqda va Hirotdagi buyuk shoir Alisher Navoiy maqbarasi asrlar osha umumiy tariximiz ramzi bo'lib qoladi.